高情商聊天术, ya'ni yuqori san'atlik paranglish texnikasi degan bu kitobni biz o'qigandan keyin nimalarni bilalaymiz, bizga nima foydasi bor. Hamda bu kitobda mo'l mazmunliq amaliy misollar orqali xizmat va turmushdagi zich bog'lanishlik bo'lgan eg'iz tili bilimlari amaliy misollar orqali nihoyat yaxshi sharhlab berilgan. Ya'ni o'qirmanlar bu kitobni o'qigandan keyin nihoyat qisqa vaqt ichida o'xshamagan sorun, o'xshamagan sharoit, o'xshamagan kishilar o'tirsida qandoq so'z san'atini, qandoq gap qilsam bo'ladi, qandoq tayda o'tirsam bo'ladi deganlarni bilalaymiz. Ya'ni shu sorunki bir rahat paranglish usulini mashqlantirish orqali sizni texnik yaxshi natiq, yaxshi mal sotquchi, yaxshi zopin ishlaguvchi, yaxshi bir jubo o'quvchi qilganga nihoyat cho'ng foydasi bor. O'zingizning bundan keyingi kishilik munosabat, turmush aloqangizni texim go'zal, texim yaxshi qila olasiz. Hamda bu gap qilishni ham men bilaman. Tilim chiqili 20-30 yil bo'ldi, shuni gap qilyapman deyishinglar mumkin. Hamda odatdagi gap qilish bilan kishilik munosabat, ekranga yuzlanish, o'zimizning cho'ng boshliqlari yoki o'zimizning qo'llashdikilar yoki bolalarimiz yoki ota-onalarimiz bilan bo'lgan munosabat asosan shu parang bilan bo'ldi-ku. Shularni qanday kontrol qilamiz, qanday kishilarga qanday javob qaytaramiz, qanday savolga qanday savol bilan endi mushjatga paranglashni bir aloqa sifatlik, sopaliq bunda levter qildigan dalarga akildi deganni bildirdi. Shuning uchun bu kitobni yangi kitob soldiganda atoydan dab yurib akeltirdim. Bu kitob boshpatga cho'chongda bor. Yoqtirgan do'stlar bu kitobni sotib olsanglar, mal 4 kilo asarni, endi mening funksiyalarim 4 klassik asarni bak yoqtirishlar emasmi? Har birisining bir Renji Guanshi biyosi bor. Bundan birini so'q qilamiz. Endi mavut 4 klassik asarning esa qisqartirilgan bir nimsi desanglar, bu ag'andagi bir qarablar nurg'un mazmunlarning munosabatini ma'noda tushuna olasizlar. Ma kitobni ag'anlarga ma'noda birini so'q qilma. Boshpat cho'chongdan topolmay qolsanglar, menga ayrim session qilsanglar, yo'llab bersam bo'ldi. Rahmat.